Qizlar, erlaringizga e'tiborli bo'ling. E'tiborli bo'ling, yirtiq kiyimlarda yurmasin eringiz. O'sha yirtiq noskinlarda, yirtiq maykalarda yurmasligi kerak. Juda xunuk va men aytamanki, bu yerda aslida ayolning qanchalik befarosatligi, erkak qanday ko'rinishi bu ayolning farosati darajasi. Ya'ni sizning unga bo'lgan mehringiz, munosabatingiz va farosatingiz belgisi bu. Agar turmush o'rtog'ingiz qanaqadir yirtiq kiyimlarda yursa, kir kiyimlarda yursa, bitta rubashkada 2 kunlab, 3 kunlab yursa yoki bitta noskini 2 kunlab kiysa, bu degani sizning nihoyatda o'sha beparvoligingiz belgisi. Mana shu narsani o'zingiz, mana kiyimini dazmollayapsizmi, boshqami, hech qachon o'zingizga ruxsat bermang. Turmush o'rtog'ingizni qanaqadir kiyimi yirtiq bo'lishini yoki kir kiyimda yurishini ruxsat bermang, chunki bu sizning aslida qanday ayolligingizni ko'rsatkichi bu. Eringiz qanday ko'rinishiga qarab, insonlar, odamlar, atrof aslida sizni qanday ayolligingizni belgilab beradi, ya'ni ko'radi shu narsani. Sizning ko'rsatkichingiz belgisi.